o'ylamagandim, taxmin ham qilmagandim, chunki vaziyatni hamma ko'rib turgan, tushunib turgan. Abbosning vaziyatini, Eldorning bir ikki vaziyatda birga bir chiqib ketganini aytmasa, bizda unaqa ko'p imkoniyat bo'lmaganini bilaman. Aytganingizdek, bu Qatar jamoasi va Qatar ming qilganda ham ularda ham hech qanaqa yutish uchun bir motivatsiya yo'q edi-da. Odamlar so'kish uchun mendan intervyu olasizlarmi dedi-da. Baribir izohlarda haqorat qilishardi-da. Bu yaxshi A variantimiz zo'r ishlangan, hamma bir-birini biladi va B variantni ham xuddi o'sha A variant darajasiga olib kelib qo'ysak, ertaga nima yo'qotamiz buni? Darvozabon masalasi muhokama qilinganda men ham aytganman. Abduvohid Ne'matovni ko'rish kerak deganman. Nayzani o'qi uchi qaratilgan odamga nima his qiladi? Himoyani ham kesib o'tdi, darvozabonni ham kesib o'tdi-da. Maksimal yaratuvchi va o'sha kuni ham ikkita golga uzatma berdi. Yevropada UEFAning standartlariga qarab turib o'syapti. Bu boshqa umuman standartlar, boshqa sharoitlar, boshqa futbol madaniyati va biz hozir uni solishtira olmaymiz. Assalomu alaykum. Bugun yana Rakurs podkast va bugungi mehmonimiz sharhlovchi, Shuhrat medali sohibi Orif Tolipov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Orif aka, o'rgandingizmi Shuhrat medali sohibi deb tanishtirishga va hali bo'lmadimi hali? O'rganamiz endi unaqa nima deydi? Odamga biroz noqulay ham. Lekin qanday bo'ldi bu? Sizda juda ham xotirjam sezdik-da. Aslida Shuhrat medali meni nazarimda anchagina katta mukofot. Va siz buni juda xotirjamlik bilan qabul qildingizmi yoki bizga shunday tuyuldimi? Endi xursand bo'ldim, tabiiyki. Faqat o'shanda sharhda birga bo'lgan men o'zim ustozim Davron Fayziyev o'shanda medal, ya'ni mukofot olmagani ozgina meni nima deydi, noqulay holatga solgandi, lekin Davron aka mana kuni kecha milliy jamoa Jahon chempionati yo'llamasini qo'lga kiritgandan keyin terma jamoa vakili sifatida va o'sha o'yin sharhlovchi sifatida Shuhrat medalini oldilar. Va bu narsa men uchun juda ham o'zim olganimdan ko'ra xursandroq bo'ldim. Menimcha mutasaddilar ham shuni hisobga olishgan bo'lsa kerak. Baribir Davron Fayziyev Jahon chempionatiga chiqsa, terma jamoa taqdirlanishida va o'sha birinchi suhbatimiz baribir U17 bilan boshlasa yaxshi bo'lardi. To'g'ri, juda ishonchli harakat qilishdi, lekin finalga kelib bu ishonchni 9 kishi bo'lib harakat qilishda juda kamayib ketgandek bo'ldi-da. Birinchi taymda ayniqsa qanchalik yaxshi o'ynashga harakat qilmasin, baribir ikkita futbolchi kamligi bu juda katta narsa. Siz o'sha birinchi taymdan keyin ishonganmidingiz jamoamiz ikkinchi taymda qayta olishiga? Tanaffusga chiqqanimizdan keyin tabiiy o'sha Davron aka bilan biz dialog qildik, nima bo'ladi, nima qo'yadi. O'shanda men aytdimki, chiqib ketamiz dedim. Davron aka chiqib ketadi. Qiyin chiqib ketsa bo'ladi dedi. 0-0 bilan shu ushlash kerak. Balki penaltilarga olib borish kerak degan fikr o'tdi menda. Endi ikkita gol urib yuborishiga, ya'ni ikkita gol farqi bilan bu vaziyatda g'alaba qozonishiga ishonmagandim emas, buni o'ylamagandim, taxmin ham qilmagandim, chunki vaziyatni hamma ko'rib turgan, tushunib turgan, qiyin bo'layotganini, ammo baribir o'sha natija ijobiy bo'lishiga ishonch bor edi, istak bor edi, qanaqadir. Chunki bu yosh toifasida to'g'ri qizil kartochka baribir ta'sir qiladi, boshqa qiladi, ammo raqib foydalana olmasligi ehtimoli mavjud-da. U biz uchun qanchalik kutilmagan bo'lsin, bizni qanchalik rejalarimizni o'zgartirib yuborgan bo'lsin, saudiyaliklarning ham rejasini o'zgartirib yubordi. Va yigitlar to'g'ri yondoshib, ya'ni faqat himoyalanib emas, oldinga o'tib shu ikkita gol urishda, ayniqsa o'sha Hasanov goli bu yaqqol qizil kartochka bilan o'ynayotgan, ikkita qizil kartochka bilan o'ynayotgan jamoani gol emasda. Darvozabon olyapti, qarayapti va otib beryapti. Masalan, unaqa vaqtda ikkita futbolchi kam o'ynayotgan, masalan, arablarda shunaqa bo'lganda, Saudiyada shunaqa bo'lganda, darvozabonni yerga qarab to'pni ushlab turaverardi. Aniq, bu ming marta tajribadan o'tgan. Qaramasdi futbolchilar, hatto biz darvozabon qaradi, ko'rdi, tashladi va u yog'i endi shedevr. Lekin Hasanovning ham harakatlarini alohida e'tirof etish kerak. Ikkita futbolchidan o'tib ketib, yana darvozabonni aldash. Tabiiy. Bu ma'luma, bu avloddan hali juda ko'pchilikni milliy terma jamoa darajasida ko'ramiz. Mana bo'ladi-ku, masalan, hozir milliy jamoa Jahon chempionatiga chiqqan terma jamoamiz tarkibiga qaraydigan bo'lsak, o'sha bir avloddan chiqib kelgan futbolchilarning bir nechasini ko'rish mumkin. Shukurov, Shomurodov,
mana shu bitta avlod vakillari sifatida bu terma jamoadan ham man ko'pchilikni kutyapman. Mana shu yil oktyabr oyida jahon chempionati bo'ladi. U17 jamoasi. Afsuski Sarsenbayev 3 ta o'yinga chetlatilgan va menimcha tarkibdan ham tushib qolishi mumkin, chunki ehtimoli bor. Bizni U17 jamoamiz jahon chempionatida qayergacha bora oladi deb o'ylaysiz? Hozir jamoa Janubiy Amerikada o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazyapti. Chili bilan o'ynadi, natija ijobiy bo'ldi. Yaxshi sparring raqiblar tanlanyapti. Va meni nazarimda agar jahon chempionatigacha mana shu tempda davom etsa, ya'ni futbolchilar uchun kerakli o'yin amaliyoti bo'lsa, jiddiy raqiblar bilan natijamiz tarixdagi eng yaxshisi bo'lishi mumkin. Chorak finaldan u yog'iga o'tishimiz mumkin. Demak, yarim finalga yarim finalni nimaga endi yo'q deb qabul qilaman-da. Men nima iloji yo'qmi? Iloji bor. Serbiya jahon chempioni bo'lgan bu yosh toifasida. Serbiya zo'r davlat, zo'r futbol nuqtai nazaridan olib qaraymiz. Ajoyib futbolchilarni yetishtirib chiqargan. Lekin jahon chempioni desa, ko'pchilik Nigeriya bo'lgan adashmasam, Afrika mamlakatlaridan ham bo'lganda. Bu yigitlar ham qila oladi. Jahon chempioni ham bo'lishi mumkin. Chunki aytganimda nisbatan baribir tenglik bor-da. Masalan, professionalda o'sha farq yuzaga kelib qoladi. Yosh tafovuti, klublar tafovuti bo'ladi. Bu yerda baribir o'sha 17 yoshgacha, 18 yoshgacha, to o'sha hatto olimpiya yoshigacha ham ma'lum bir tenglik saqlanib qoladi va bundan foydalanish mumkin bo'ladi. Boshqa fazilatlar, boshqa skilllar o'rtaga chiqib keladi. O'sha boshqa skilllar nima asosida shakllanadi? Bu o'rtoqlik uchrashuvlar, sifatli o'rtoqlik uchrashuvlari men nazarimda va kerakli yig'inlar, murabbiylar shtabini to'g'ri yondashuv. Ismoilov menimcha hammasini tushunib turibdi. Osiyo kubogini zo'r qo'lga kiritishdi. Noodatiy ssenariy bilan qo'lga kiritishdi, lekin Osiyo kubogini yoshlar o'rtasida turli yosh toifalarda O'zbekiston qo'lga kiritgan. Odatiy holga aylanyapti. Endi chempion bo'lish odatiy emas-ku, lekin har holda bo'lgan. Jahon chempionati yo'llanmasi odatiy. Shunaqa desa bo'ladi endi O'zbekiston uchun yoshlar o'rtasida jahon chempionati endi buni kattalar ham qo'lga kiritishdi va bu yog'ini ulab yuborishadi deb umid qilamiz. Xullas aytmoqchi bo'lganim, hali hech kim qilmagan ishni qilishni istayotgan bo'lsa, yigitlar menimcha bor ularda imkoniyat. Jahon chempionatida yarim finalga borish, jahon chempionatida sovrindor bo'lish bemalol qilish mumkin. Xuddiki U17 yoshdagi terma jamoamiz motivatsiya bergandek bo'ldi va uni orqasidan mana milliy jamoamiz ham jahon chempionatiga mana birinchi marta yo'l oldi va birinchi o'yin bu amirliklar bilan bo'ldi va mana shu o'yinni tomosha qilgan siz ko'proq tomoshabin sifatida ko'rdingiz. Qanday natija kutgandingiz va sizning kutilmalaringiz qanchalik o'zini oqladi? Eng qizig'i, men tomoshabin sifatida ham ko'rib, nima deydi, o'yinni kuzata olganim yo'q-da bir to'lig'icha. Sharhlovchilar xonasida. Chunki sharhlovchilar xonasida va sharhlovchilar kadrni ko'rgan bo'lsanglar, men qo'ygan kadrni men ularni ortda turibman. Davron aka, Xayrli aka sharhlashyapti va tik turgan holatda sharhlashyapti. Tabiiyki, ularni o'zi maydonni ko'rishga qiynalyapti. Chunki sharhlovchilar xonasi markazdan chaproqda edi. Ularni o'zi o'sha maydonda ba'zi voqealarni ko'rish uchun boshini bu tomonga qaratish kerak bo'lyapti, bu tomonga qaratish kerak bo'lyapti. Men ularni ortidaman. Tabiiy, ular turishgandan keyin maydonni to'sishadi. Menga maydonni ko'rinayotgan o'sha deylik chorak qismini, o'sha qismi ham berib keladi. To'g'ri, oldimizda ekran bor. O translyatsiya kadrlarini birinchi bo'lib turishi o'sha yoqqa keladi va sharhlovchi ko'radi. Lekin uni ham ular kuzatishyapti va uni ham bir qismini to'sib qolishadi. Men ham shu harakat qilishim kerak. Ya'ni men o'yinni Birlashgan Respublikalarga qarshi o'yinni vaziyatlari bilan to'laqonli kuzatganim yo'q jonli tarzda. Lekin juda asabiy o'yin bo'lganini, vaziyatlar minimum bo'lganini, o'sha Abbosning vaziyatini, Eldorning bir ikki vaziyatda o'sha birga bir chiqib ketganini aytmasa, bizda unaqa ko'p imkoniyat bo'lmaganini bilaman. Raqibda zarbalar bo'ldi. O'tkir o'sha qaytargani, ba'zilari odatiy sevlar, ba'zilari murakkab sevlar. Uni ko'rdim, takror lavhalarni hech bo'lmasa ko'rib turdim o'sha ekran orqali. Shuning uchun o'zi o'yindan avval bitta gap aytgandim. Shu vaqtgacha mana futbol muxlisi ko'rib turgan bo'lsa, har bitta o'yin bitta uchrashuvlik kutilma bo'ladi. Masalan, siz ham hammamiz bitta o'yinlik kutilma bo'ladi yoki bir mavsumlik bo'ladi, uzog'i borsa. Chunki masalan deylik, biror klub yoki biror jamoa o'sha
turnirdan boshlaydi, oxirida o'sha bitta hal qiluvchi o'yin bo'lsa, o'sha butun mavsumni umidi bo'ladi. Yoki deylik, masalan, 1 oylik jahon chempionatining o'zi ham 1 oylik kutilma bo'ladi, masalan. Uzoq finalgacha borgan jamoa 1 oylik mehnatining samarasini ko'radi. Bu biz uchun go'yo 2026-yil saralashi 2024-yil boshlangandi yoki undan avval boshlangandi. Lekin hammamiz tushunib turibmizki, bu biz uchun o'sha 30 yil atrofidagi kutilma. Har gal undan avval 20 nechidir yil bo'lgan, undan avval 22 yil bo'lgan, undan avval 18 yil bo'lgan. Shunaqalik erisha olmaganimizdan keyin yil qo'shilib ketavergan. Va mana shu kechagi Birlashgan Arab qarshi o'yindan avval bu kutilma 34 yillik yoki sikldan sanaydigan bo'lsak 98-yildan beri hisoblashimiz kerak bo'lgan kutilma edi. Shuning uchun juda qiyin edi. Endi bizgaki qiyinmi? Bizgaki shunaqa hayajonli, mavhum bo'lib turibdimi? Siz uni maydonga tushib turib o'ynaydigan futbolchilarni tasavvur qilib ko'ring, qanaqa bo'ladi u. Men ularga oson deb bilmayman o'sha o'yinni. O'ta og'ir o'yin edi. Hali ularni ba'zilari intervyu berdi, ba'zilariga buni so'rashdi o'sha kungi holatda. Chunki Davron aka jamoani ichida chiqqanda, jamoani ichidan chiqib kelyapti. Davron akaning o'zida hayajon bor edi. Sharhlovchilarda hayajon bor edi. Xayrli aka-ku o'sha sharxonasida bir necha soat avval bo'lib, muhitdan turgan. Davron aka ichkaridan chiqib kelib, keyin quloqchinni oldi, mikrofonga yaqinlashdi, o'shanda sezilib turgandi. Chunki u ichkaridan chiqib kelyapti, biladi qanaqa holatligini. Shu 90 daqiqa yo'q-yo'qlik qiladi yoki yana ham vaziyatni murakkablashtiradi. Endi hamma ko'rdi-yu, masalan, O'tkir eng xotiramizga yaqin bo'lib turgan nima deydi, holat hisoblanadi. O'tkir bilan bo'lgan kuzatilgan holat. Ya'ni nima? Masalan, men 2024-yil boshida ham o'zimga o'sha darvozabon masalasi muhokama qilinganda men ham aytganman. Abduvohid Ne'matovni ko'rish kerak deganman. Endi biz sharhlovchimiz, ya'ni jurnalistmiz, o'sha podkastlarda ko'p muhokama qilamiz bu mavzularni. Endi muxlislar qanaqa yozgan izohlarda, hozir endi izohlarni ko'pchilik nima deydi, nazorat qilinmaydi deb tushunadi. Nazorat qilinmaydi ham ko'p holatda. Shuning uchun odamlar xayoliga kelgan fikrini yozadi, haqorat qiladi. Buni men o'zim faoliyatimdan bilaman. Biz ham omma bilan ishlaymiz. Va futbolchilarniki men bilaman 100 barobar, 1000 barobar kattaroq. Va u shunaqa holatdan chiqib keldi-da. Sergeyevich. Sergeyevki ham dahshatda, men bilaman. Sergeyevdan o'sha men u vaqtlarda UzReport kanalida sport muxbir bo'lib ishlayib yurgan davrlarimda ko'p terma jamoaning yig'inlariga borardik. Sergeyev intervyu bermasdi. Kelardi, chaqirardik, yo'q dedi. Odamlar so'kish uchun mendan intervyu olasizlarmi dedi-da. Baribir izohlarda haqorat qilishardi-da. Shuning uchun o'sha o'yinni qiymatini aytmoqchiman-da. Bo'lgan-ku bizda ligi. Avtogollar sabab bo'lib qolgan vaziyatlar bo'lgan. Bitta gol yoki bitta ochko yetmay qolgan. Unda futbolchiga oson tutib bo'lmaydi. Sal nima deydi, gapirayotgan odam shuni ham o'ylab fikr bildirsa, sal menimcha to'g'ri bo'ladi-yu. Uddalashdi. Muhim uddalashdi. Lekin aytganingizdek, Yusupovning qahramonligi va Qatarga bo'lgan o'yinda Sergeyevning goli mana shu hamma negativ fikr bildirganlarni nimasini. Lekin xotira qisqa. Ertaga shu bolalar misol uchun O'tkir zo'r gapiribdi-yu. Bitta podkastga kelgan, o'sha penalti qaytarilgan vaziyatda aytib, nega emotsiya chiqarmadingiz penalti qaytarganingizda desa, hozir qaytargandan keyin o'yin davomida xato qilib qo'ysam baribir anaqaga qolib ketaman deyapti-da. Ya'ni shu darajada ta'sir qilganda. Endi bunicha mana shu heytlar qaratilgan odamgina his qiladi. Uni tashqaridan nima qilibdi endi ishi shu-ku deb qarashi mumkin. Lekin o'sha nayzani o'qi uchi qaratilgan odamgina buni his qiladi. Shuncha harakat. Chunki hech kim terma jamoa darvozasida turib gol o'tkazib yuboraman deb maydonga tushmaydi. Hech kim. Xatoni ham hech kim atamaydi. Bir ba'zi kurakda turmaydigan umuman hatto nima deydi, Gerbert Uelslar ham fantaziya qilib o'ylab topmaydigan variantlarni o'ylab topishadi-da muxlislar endi o'sha paytda. Endi hozir u davrlar unutilib ketdi. Xotira qisqa deyotganim
baribir ertaga yangi sikl, yangi o'yinlar boshlanadi. Qahramon, anti qahramonlar yana bo'laveradi. Lekin mana shu voqea ham bu katta O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishi katta voqea, kichkina boshqa ijobiy holatlarga sabab bo'ladi. Menimcha muxlislar o'zi tushunib yetdi-da. Amirlik bilan o'yinda ham juda murakkab zarbani qaytarganda, uni ham eshitganimda, agar mana shuni o'tkazib yuborganimda qolgan hamma penalti qaytarganlarim esdan chiqib ketardi deganda, bitta gol bilan o'lchaydi deganda. Shunaqa. Uni qismat taqdiri shunaqa. Lekin hamma ham chiqib keta olmaydi. Men qoyil qoldim. U endi ko'rganmiz o'zini heytga endi qanaqa tutganlarni. To'g'rimi? Masalan, chiqib turib, men bunga javob berishim kerak deb turib intervyular berib, gapirib, talashib, tortishib. O'tkir nima qildi? Hech qayerda intervyu bergani yo'q. Shunchaki mashg'ulot olib bordi, Eronga ketdi, raqobat kuchliroq bo'lgan chempionat deb endi qaraymiz. O'zini ustida ishladiki, o'zgardi. Natijasi o'yini va butun siklni birinchi o'yindan oxirgi o'yingacha qahramon sifatida o'tkazdi deyarli. Safar taassurotlari qanday bo'ldi? Safar endi safar o'zidan bo'ldi ziyoda. Biz endi 2-iyun kuni, ya'ni o'yindan 3 kun avval yetib borgandik. Sharja orqali Dubayga joylashib, Abu Dabiga bormoqchi edik. Shunaqa ham bo'ldi. Endi hamma ham bunga yetib bora olmadi. Hamkasbimiz masalan Hasan Turdaliyev aeroportdan qaytishga to'g'ri keldi. U bilan yana 9 nafar odam qaytdi. Biz bilan o'zi umumiy 200 muxlis borgan bo'lsa. Sabab tushunarsiz. Umumiy sabab bor. Ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari tomoni buni o'sha xavfsizlik masalasi deb qarayapti. Bir tomondan tushunsa bo'ladi, chunki Birlashgan Arab Amirliklarida o'zbekistonliklar bilan bo'lgan o'sha voqealar bor. Eng nimasi oxirgisi o'sha ommaviy tartibsizlik yuzaga kelgan. U yerda bir inson vafot etgan, u ham o'zbekistonlik bo'lgan. Endi xullas mana shunaqa sabablarni biz endi ichkarida kimdan so'ra olsak so'rayapmiz va ular shunaqa munosabat beryapti. Bu aeroport xodimlari bo'lishi mumkin, bu shunchaki Birlashgan Arab Amirliklari fuqarosi bo'lishi mumkin yoki bu qandaydir masalan do'kon sotuvchisi bo'lishi mumkin. Bu yerda shunaqa o'zbekistonliklar birinchisi sizlar emassizlar, oxirgisi ham emassizlar ko'p ehtimol deyapti. Ya'ni kichkina muammo bo'lgan, ya'ni ushlab qolishlar, shunaqa tekshiruvlar bo'lgan. Shunchaki futbol bo'lib turib, keyin guruh bo'lib turib borilgan-ku, masalan 100 kishi, 200 kishi faqat biz emas, masalan bizdan avval ham keyin ham juda ko'pchilik bordi futbol ko'raman deb. Shu bo'lgani uchun e'tiborga tushib qoldi. O'zi avvaldan Abu Dabi va Sharjada bunaqa muammolar bo'lgan ekan. Dubayda ham bo'lgan, hattoki, lekin Dubayda eng kami Dubayda bo'lgan. Ya'ni Dubay orqali kirilganda Birlashgan Arab Amirliklariga minimum muammo kuzatilgan ekan. Kirdik Birlashgan Arab Amirliklariga. Qolgani odatiy safar taassuroti, o'sha Qatarda ham bo'lganmiz, biz terma jamoani o'yinini ko'rgani. O'sha o'xshash holatda. Mezbon jamoa o'zini qanaqa tutsa, shunaqa tutadi ular ko'pincha, ortiqcha nima emas. U yoqda stadionda ba'zi voqealar bo'ldi, unda u yoqda o'zingiz ham shu dedingiz. Juda boshqacha baribir taassurotlar. Ayniqsa men to'g'risi o'yin tomosha qilish davomida har qanaqasiga terma jamoaga ishonib turdim. Bunga balkim Yusupovning ishonchli harakatlari, himoyada ayniqsa Farruh Sayfiyev berilmadi emotsiyaga, o'zini bosib harakat qildi va shu uchun qanday ishonch bor. To'g'ri, endi 90+8dagi u nimani qaytarish, bu qahramonlik. Va aytganingizdek, undan keyingi bayram taassurotlari bu juda yaxshi bo'ldi va odam juda xursand qiladigan bu. To'g'ri, biz 34 yil kutmaganmiz yosh jihatdan ham. Va lekin kutilmalar anchagina o'zini oqladi. Kutmaganmiz-ku, lekin masalan meni o'zim misolni aytadigan bo'lsam, meni rahmatli dodam, o'sha biz doda deymiz, shu bobom sportga qiziqardi, boks bilan futbol ko'rardi. Hamma jamoalar dodam uchun Paxtakor edi, ya'ni milliy jamoani ham Paxtakordirdi. Endi 1924-yil tug'ilganda, yoshi katta inson va jahon chempionatini orzu qilardi. Jahon chempionatiga chiqishi, futbolga qiziqishimga sabab bo'lgan insonlardan bittasi. Futbol haqida men bilan gaplashib turardi onam. Endi 16 yoshimda vafot qilgan bo'lsalar, o'sha yoshlik, bolaligim taassurotning bir qismi bo'lib qolgan. Va bunaqa holatlar ko'pda. Biz kuzatmaganmiz, nisbatan yosh avlod vakilimiz. Masalan, 2000-yillar avvalda tug'ilgan muxlislar bor. 2010-yil 15 yoshku.
shu bolakaylar ham orzu qiladi, tushunadi-da endi jahon chempionati nimaligini tushunadi, milliy jamoa nimaligini tushunadi, Abbos Fayzulloyev kimligini, Abduqodir Husanov kimligini biladi. Lekin o'shalar ham his qila oladi bu narsani. Nimaga his qila oladi? Chunki otasi, bobosini orzusiligini biladi-da. Oilaviy orzu deydi-yu, masalan. O'sha kuni biz sharhda ham aytdik-ku, ko'pchilik yetib kela olmadi bu narsaga. Ko'pchilik ko'rmadi. Ko'rmasdan o'tdi va yana nasib qilganlar bor ekan. Mana shu 2025-yilga bitilgan ekan, bizga nasib qildi ko'rish. Mana Qatar bilan o'yinda o'zi aslida natija jihatdan bizga umuman uncha qiziq yo'q, ahamiyatsiz o'yin edi, lekin qanaqadir bir juda chiroyli o'ynadi O'zbekiston terma jamoasi. Men to'g'risi o'zim ham kutmagandim, balkim 1-0 hisobida g'alaba yoki durang bo'ladi deb o'ylagandim, lekin O'zbekiston terma jamoasi total ustunlikka ega bo'ldi va har bitta gol alohida bir san'at. Va 3-0 bo'lishi va ayniqsa Sergeyevning bir 8 soniyadan keyin gol urishlari u boshqacha bo'ldi. Bu o'yinda siz qanaqa natija kutgandingiz? Natijani umuman kutmadim. 5-iyun kuni bo'lgan uchrashuv ta'sirida edim. Ya'ni tushunardimki, yigitlar professional tashlab yubormasligi aniq. Mana ikkita xavotir bor edi. Otabek Shukurovning jarohati, Oston jarohati. Ayniqsa Otabek Shukurov jarohatidan men juda xavotir oldim. Chunki markaz kerak, juda muhim pozitsiya hisoblanadi va o'sha pozitsiyadagi muhim futbolchini yordam bera olmaslik meni o'ylantirayotgan. Lekin umuman natijadan xavotir olganim yo'q edi. Va o'sha kuni Timur Kapadze tarkib chiqishi bilan bildik-ku biz boshqacharoq o'yin sxemasini tanlagandim. Mazgavoy bor edi, 4 ta himoyachi edi va Turg'unboyev bor edi va tushundimki, Timur Kapadze mana endi natija yechib bo'lingach va majbur bo'layotgach, Shukurovni baribir safdan chiqishi ko'p narsani o'zgartiradi, sxemaga ham hatto ta'sir o'tkazadi. O'ziga ko'proq taalluqli bo'lgan sxemaga o'tyapti. Mana Kapadze 3 ta o'yin shu vaqtgacha boshqargan bo'lsa, agar kuzatgan bo'lsangiz, futbol jurnalistlari ko'pchilik mana shu futbol tarkibni muhokama qiladigan inson borki, Katansni o'yinini davom ettiryapti. Teginmadi. Unda nima keragi bor edi ketishini deganlar ham bo'ldi-da. Masalan, men o'sha paytda aytdimki, sizlar tushunmayapsizlar o'rtada nima turganini. Hozir Kapadzening futboli zo'r bo'lishi mumkin, lekin bu tavakkal-ku, masalan. Tavakkal nima bo'lishi, ya'ni siz oqibatini bilmaysiz. Bu garmonik jarayonda, masalan, men bu stakanni bu yoqqa olib qo'ysam tushunarli, joyi o'zgarishi. Lekin futbol maydonida sxemani o'zgartirsangiz, uni oqibati nima bo'lishi tushunarsiz, hali bilmaysiz siz. Ming futbol professori bo'lsangiz ham. Chunki faqat siz jamoangizdan iborat emas, raqib jamoadan iborat hamda ularning reaksiyasiga ham bor. Va buni Kapadze rasmiy uchrashuvlarda, jahon chempionati ochkosi ishlanadigan o'yinlarda qilishi avantyura bo'lardi. Va kimdir endi falonchi jurnalist, falonchi muxlis etgani uchun men qilishim kerak deya olmasdi u bechora. Men o'ylayman-da shunaqa. Ming o'zi istasa ham. Chunki shu vaqtgacha yaxshimi yomonmi natija keltirgan va natija keltirgani ham bir tomon shakllanib ulgurgan nima bor-da, tarkib bor. Chizma bor, sxema bor. U yoqmasligi mumkin, Orifga yoqmasligi mumkin, kimgadir yana boshqa odamga yoqmasligi mumkin, lekin u shakllangan. Shuning uchun men Kapadzeni qarorini hurmat qildim, to'g'ri deb bildim. Men o'zim ham Katanis o'yinidan maza qilmaganman, masalan, natijalariga qo'shilganman, boshqaganman, lekin juda ko'p joylarda, misol uchun, lekin bu futbol do'stlar. Maza qilib turib futbol o'ynab jahon chempionatiga chiqmagan davrlarimiz bo'lgan-ku. Endi kecha nima qildi o'sha oxirgi o'yinda Kapadze? Bo'ldi, natija ketdi va ko'ryapti, qilsa ham bo'ladi, Otabek yo'q, markazda ham boshqacharoq o'zgarish qilsa bo'ladi. Va shuni qildi. Qoyil qoldirgani shuni ko'rsatdi. Va birinchi golgacha Turg'unboyevgacha oson bo'lganini yo'q ko'rgan bo'lsangiz. Umuman og'ir o'yin kechdi, o'yin ruhiyati og'ir edi. O'sha kutilmaganga yaqin o'yin ketayotganda emas. Masalan, Duranga qarab 0-0 bo'lishi mumkin, ular ursa biz urishimiz mumkin bo'lgan o'yinga qarab ketayotgandi. Lekin goldan keyin ochilib ketdi yigitlar. Yechildi-da, anaqa. Bosim qiyin narsa. Bosim nimaligini har bitta odam, hatto bunaqa bosimga tushmaydigan odam ham o'zi sinab ko'rishi mumkin. Shunchaki kimdirlar, masalan, 20 ta odam oldiga chiqib turib nutq qilsa, qandaydir bosim keladi. Bosim bo'ladi. 35 million odam kuzatib turibdi va kuzatayotganlar orasida davlat rahbari bor. Boshqa mamlakatlar bosh vaziri, prezidentlari o'tiribdi.
endi plyus demoqchiman-da bu narsaga. 1000 hamma narsani qilib bo'lgan bo'lsa ham bu yigitlar baribir bosim bo'ladi-da. Va shu bosimni Turg'unboyevning shedevr goli, durdona goli yo'q qilib tashladi, sindirib tashladi. Chunki endi u gol himoyani ham kesib o'tdi, darvozabonni ham kesib o'tdi-da. O'sha sindiradigan gol bo'ldi-da. Va u yog'i endi mana shu O'zbekiston terma jamoasi. Shu yigitlar o'yna oladigan o'yin. To'g'ri, bu sal riskli o'yin. O'sha kuni Qatar juda sinib qoldi. Lekin agar sal nima deydi, sifatliroq jamoa raqib bo'lganda Qatar ham oldinga o'tishi javob berishi mumkin edi. Ammo buni endi ishlab chiqadi Kapadze. Unda vaqt bor. Kapadze endi o'zini o'yinini quradimi yoki yana Katanetsga asoslangan o'yin quradimi degan bir xayol bo'lyapti. Chunki aytganingizdek bu Qatar jamoasi va Qatar 1000 qilganda ham ularda ham hech qanaqa yutish uchun bir motivatsiya yo'q edi-da. Ular shu qolib ketgan, keyingi siklda davom ettiradi va balkim yarim kuch bilan o'ynagandir. Balkim borib bo'lmasdir. Qatar terma jamoasi qolib ketyaptimi? Demak, ular Osiyodagi 6 ta jamoani chidamas. Endi biz borayotgan jahon chempionati bu kuchli 48 ta jamoa. Va bunda bizda balkim Kapadze quradigan jamoa, hujumkor jamoa, bizni himoyamiz o'tkazib yuborishi evaziga balkim minusga ishlar. Sizningcha jahon chempionatiga qanaqa taktika bilan ketadi deb o'ylaysiz Kapadze? Endi vaqt bor. Yaxshiyamki, masalan, bizda 1 yil vaqt bor, ba'zilarda masalan yarim yil vaqt bo'ladi. Ba'zilar adashmasam bahorda ham, keyingi oxirgi yo'llanmalar bahorda ham aniq bo'ladi. 3 oy vaqt bo'ladi. Bizda 1 yil vaqt bor va men o'ylaymanki, Kapadze ko'radi. Endi o'zi hujumkor himoyaviy taktika deymiz-ku, bu juda nisbiy tushuncha-da. Masalan, o'sha 3 markaziy himoyachilik sxemani ko'pchilik aytadiki, bu himoyaviy taktika deydi. Yo'q, bu himoyaviy taktika emas, bu himoya nisbatan zichlashtirilgan, tartibga solingan taktika. Bu himoyaviy degani emas, o'sha 3 markaziy himoyachi bilan hujumkor o'ynaydigan jamoalar ko'p. Mana Inter aytishadi, Inter hozir ham hamma bilmayman, Italiya jamoasi bo'lgani uchunmi? Himoyaviy jamoa. Inter himoyaviy jamoa emas. A seriyada Inter oxirgi mavsumda eng ko'p gol urayotgan ikkita jamoadan bittasi, ya'ni bittasi Atalanta. Atalanta ham 3 ta himoyachi bilan o'ynaydi ba'zida. Shuning uchun himoyachilar sonidan kelib chiqish kerak emas. 4 ta himoyachi bilan ham o'sha mashhur Italiya terma jamoasi himoyaviy futbolni klassika darajasiga olib chiqqan Italiya terma jamoasi 4 ta himoyachi bilan o'ynagan. U soniga qaramaydi. Lekin Kapadzeni men o'sha o'rta hal qiladi deb o'ylayman-da. Markaziy yarim himoyani qanaqa ko'rinishi bu o'yinni kayfiyatini belgilab beradi. Katanetsda Odil Hamrobekov bilan Otabek Shukurov. Ikkita bir-biriga juda ham yaqin bo'lgan va mamlakatda eng zo'r stoperlari, maydon markazini nazorat qila oladigan futbolchilari, to'pni raqibdan olib qo'yish bo'yicha. O'sha nuqtada o'ynash kerak bo'lgan futbolchilarda nima fazilat kerak bo'lsa, o'sha hammasi bor va hammasi maksimal darajada bor. Lekin ikkitada men endi o'ylashim, shaxsiy qarashim, odatda qarama-qarshi sxemada bitta bo'ladi bunaqa futbolchi va ikkinchi futbolchi xuddi o'sha kuni bo'lgandek minimum Mazgavoydagi, maksimum Iskanderovdagi bo'ladi. Iskanderov maksimal kreativ futbolchi. Uni Otabek Shukurov va Hamrobekov bilan solishtirib bo'lmaydi. Uni fazilatlarini, skilllarini. Maksimal yaratuvchi va o'sha kuni ham ikkita golga uzatma beradi. Lekin xuddi o'sha haligi gapda biz bilmaymizki, bu zo'r-ku, bizda ikkita variant borligi. Nimaga bitta variant bilan o'ynashimiz kerak? Nimaga biz masalan ko'radigan bo'lsak, bitta uchrashuv 90 daqiqa davomida hozir sxemalar o'zgarib ketadigan murabbiylar bor. Masalan, nemis Nagelsmanlar butun uchrashuv davomida 2-3 ta sxemani ko'rib tashlaydi-da. Flick unaqa emas. Keyingi avlod nemis murabbiylarida va hozir Germaniya Bundesligasida shunaqa. Hozir kompaniyada ham hatto shunaqa. Ya'ni butun o'yin davomida kelib chiqib turib, sxemani ham, hujum yo'nalishlarini ham va futbolchilarning joylashuvini ham o'zgartiradi. Zo'r-ku, Katanets bizda 3,5 yil davomida bitta zo'r sxemani shakllantirib berdi. Buni Kapadzeni o'zi ham aytdi. Mana bu yaxshi A variantimiz, zo'r ishlangan, hamma bir-birini biladi va B variantni ham xuddi o'sha A variant darajasiga olib kelib qo'ysak, ertaga nima yo'qotamiz bunda? Faqat yutamiz-ku. O'shaning uchun men o'ylayman, Kapadzeda vaqt bor, futbolchilari, resurslari ham bor va yana resurslari ham bo'ladi. Shuning uchun ko'ramiz, kutamiz. Haqiqatda bizda yana 3 ta yarim himoyachi, kecha ko'rganimiz Turg'unboyev,
yoki IQ darajasi juda yuqori deb hisoblaydiganimiz Iskanderov hamda Mazgavoy. Ikkinchi tarkib deb aytib bo'lmaydi. Qaysidir bitta o'yinda asosiy tarkib o'yinchilari hisoblanadi. Ha. O'zi o'sha standart tushunchalarimiz sal noto'g'ri bo'lib qolganda, noto'g'riki zaxiradan maydonga tushadigan futbolchini zaxira futbolchisi deb deymiz-ku, to'g'ri ma'noda tushunib. Lekin o'zi aslida o'sha murabbiyning rejalarida bor bo'ladi-da avvaldan. Juda kam murabbiylargina o'sha 11 ta futbolchi bilan o'yinni quradi-da. Asosan murabbiylar jahon futbolida o'sha o'zgarishlarni ham inobatga oladi. Kimni tushiradi, qanaqa tushiradi, qaysi vaziyatda. Uni endi 2-3 ta varianti bo'ladi. Men o'ylayman, terma jamoada zaxiradan maydonga tushayotgan futbolchilar ham, umuman qaydnomaga kiritilgan futbolchilar har bittasini o'rni bor. Va bu ma'noda hozir O'zbekiston terma jamoasida raqobat yaxshi. Jahon chempionati yo'llanmasi bu yangi bir bozorga chiqish hisoblanadi futbolchilar uchun. Masalan, hozirgi holatda ham juda ko'p futbolchilarimizga yangi klublardan taklif bo'lishi mumkin. Va hozir ko'pchilikni o'ylantiradigan savollardan biri bu Abbosbek Fayzullayev kelajak. Sizningcha Abbosbek Fayzullayev qaysi chempionatga borishi qaysidir bir ma'noda uni o'sishiga xizmat qilishi mumkin? Abbosning holati qiziq. Chindan ham u Moskva NSK jamoasi tarkibida borish mumkin bo'lgan nuqtalarga bordi deb o'ylayman-da. Ya'ni o'zi o'sish nuqtai nazaridan. Ha, u balki Rossiya chempioni bo'lishi kerak edi, lekin mana kubokni qo'lga kiritdim. Yutuq ma'nosida. Endi yutuq ma'nosida emas, o'sish, o'zini keyingi qadamni tashlash uchun endi u jamoani ham o'zgartirish kerak nuqtaga kelyapti, men nazarimda, shaxsiy kuzatuvim. Va endi hammamiz tushunib turibmizki, Rossiya klublaridan hozir Yevropaning top 5 jamoalariga, masalan, men istardim uni Ispaniya klubiga o'tishini yoki Angliya klubiga o'tishini, uni o'zi ham menimcha istasa kerak. Faqat buning uchun endi favqulodda katta ishni amalga oshirish kerak bo'ladi uni agentlari. Abbosga qiziqish borligi aniq. Men o'ylayman, bu futbolchiga Yevropadan qiziqish bo'ladi va mavjud ham. Faqat endi o'sha agentlarning vazifasi bor, eng optimal variantni tanlash, endi taklif qilish Abbosga, Abbos yog'iga to'g'ri tanlovni amalga oshirish. Odatda Rossiya chempionatidan hozir ko'rayotganimiz ikkita asosiy yo'nalish bor. Top ligalar orasida bu Fransiya va Italiya. Italiyaning ehtimoli nisbatan pastroq, Fransiyaniki yuqoriroq. Chunki aloqalari bor-da, masalan, PSJga futbolchilar o'tdi, Monakoga o'tgan. Endi Rossiya klublarining sanksiyada ekanligini nazarda tutib aytyapman. Chunki ko'p Yevropa top klublari to'g'ridan to'g'ri oldi-berdi qilishni istamaydi hozirgi kunda. Endi bilmadim, balki bu narsalar yechilib ketar, balki bu narsalar roli bo'lmas. Ammo Abbosni o'zi uchun uni o'yinidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha Ispaniya chempionati ko'proq mos deb o'ylayman. Abbosdan tashqari, masalan, Norchayevga Portugaliyadan taklif bo'lgandi, viza muammolari sabab o'ta olmadi. Baribir klublardan taklif futbolchining yoshiga ham bog'liq bo'ladi va 28-29 ayniqsa O'zbekiston jamoasidagi futbolchilarga klublar qiziqishi sal qiyinroq. Ayni Abbosning yoshi ham albatta boshqa klubga o'tishga nima bo'ladi? Ha, o'z terma jamoa tarkibida top 5 da o'ynashi mumkin bo'lgan ko'p futbolchilar bor. Masalan, men Husniddin Aliqulovni shu kecha kunduzda borsa top 5 da bemalol o'ynay oladigan futbolchi deb hisoblayman. Husniddin Aliqulov. Rustam Ashurmatov ham shunaqa hisoblayman. Turg'unboyev Turkiya chempionatida o'ynayapti. Klass yaxshi. Top ligalarda balki hozir darhol uni top klubda emas, o'sha tabiiyki o'sha Fransiya chempionatida men o'ynashini ko'ryapmiz-ku. Bu top ligalarning ichida biz ularni top qilgan klublar bor-da. Ispaniyada 3 ta klub. Angliyada 6 ta, 7 ta, 8 ta, 10 ta klub bo'lishi. Angliyada eng ko'pi-da, katta klublar ko'p. Lekin Fransiyada PSG, Lyon, Marsel, hatto o'sha PSJdan tashqari qolganini ham olib qaraydigan bo'lsak, tarkibida bemalol o'ynab raqobatga kirish mumkin bo'lgan deb o'ylayman. Endi futbolchilar hozir eshitib, nima deyapti bu, rosa qiyin deyishi mumkin. Lekin vizual tashqaridan qarasak, agar futbolchi o'ziga ishonsa, o'zbekistonlik bo'lib turib, o'sha terma jamoada o'ynayotgan futbolchilarni nazarda tutyapman, bemalol borib Fransiyada o'zini raqobat qilish mumkin. Lekin bu masala nima deydi? Faqatgina nom emas. Biz tashqaridan qaraganda nima Fransiyaga ketish zo'r-ku, yaxshi emasmi deb o'ylaymiz. Lekin Fransiya birinchi ligasida bir mavsumni o'tkazish, 1-2 mavsumni o'tkazish. Masalan, deylik, Qatar chempionati, Saudiya chempionatini o'tkazishdan ko'ra ancha, nima deydi, moliyaviy jihatdan yomonroq bo'lishi mumkin.
mana Sardor Rashidov yaqinda nimasi chiqdi-ku, endi buni biz avvaldan bilardik. Ya'ni Sardor Rashidov keysini emas, shunaqa keyslar borligini bilardik. Arab jamoalari yoki hatto Eron klublari, Turkiya klublari O'zbekistonlik yoki mintaqa futbolchilariga, osiyolik futbolchilarga Yevropadagi uncha-muncha klubdan ko'ra yaxshiroq maosh bera oladi. Va tabiiyki futbolchi tanlov oldida qoladi. Yevropaga o'tib top ligada o'ynash orzuyimni amalga oshiraymi, lekin juda kam maosh evaziga yoki o'sha bu tomonni tanlaymi deydi. Endi o'sha tanlovda turganda siz aytgan narsa o'rtaga chiqadi. Yoshi, uni o'zi kelajagini qanaqa ko'ryapti? Hozir o'zbekistonlik futbolchini qo'ying, Inzagi Chempionlar Ligasi finalida o'ynab turib Saudiyaga ketib qolyapti. Asimxen top klubga borishi o'rniga, mayli nima bilan bog'liq bilmayman, Saudiyaga ketib qolyapti. Bu oson emas, unaqa gapirishga oson, misol Yevropaga ketish kerak edi deb turib bunaqa qilish. Lekin uni sizga taklif bersa, uni o'ylab qoladi. Haqiqatda masalan bu arab davlatlaridan oldin Xitoy boshlagandi klublardan yig'ishni va shunda Chelseada yorqin o'yin ko'rsatayotgan Oskar ketib qolgandi. Juda ko'p futbolchilar ketib qoldi. Haqiqatda futbolchini oldida maksimal darajada 10 yil bo'lishi mumkin top darajada o'ynab berish uchun. Va bu narsa uni keyingi hayotini belgilab beradi. Aytganingizdek, balkim Yevropada qanaqa raqobat bo'ladi, qanaqa qiyinchilik bo'ladi. Eldor, biz Italiyaga borganda Eldor bilan suhbatlashdik. Eldor ko'p fazilatlarni hurmat qilsa bo'ladi. Men yozdim ham. Ideal o'zbek futbolchisi. Ya'ni ideal futbolchi emas, ideal o'zbek futbolchisi. Juda kamtar, mehnatkash, o'zini juda to'g'ri tutadi. Birorta bir nimasini ko'rmaganman-da men ijtimoiy tarmoqda boshqa. Va o'shanda aytdiki, u endi 5 yil o'ynadi-yu. Ya'ni top chempionatga borish birinchi masala. Eldor ikkinchi etapga ham chiqqan futbolchi-da. Top chempionatda 5 yildan beri o'ynayotgan futbolchi. O'zbekistonlik futbolchi. Bu oson emas va uni karyerasi past balandlikdan iborat bo'ldi. O'sha Spetsiyada, Kaylida o'ynadi va mana Romada oxirgi mavsum o'zini eng yaxshi mavsumini o'tkazdi. Va u aytdiki, o'sha Kaylri Spetsiyalarni tanlab yurgan vaqtida unda bo'lgan takliflar boshqa o'sha Osiyodan yaxshi takliflar bo'lgan bo'lishi mumkin-da endi u. Lekin Yevropani tanlaganda hozir endi Eldor mana 30 ga to'ldi. Balki hozir o'zgartirishi mumkin degan ma'noda gapiryapti-da. Uni hurmat qilaman-da. Hammasini to'g'ri qilganda o'sha 25 yoshdami, o'ynaydigan vaqtimi, demak o'ynamoqchi Yevropada. Mayli kamroq, ya'ni kamroq nisbatan solishtirganda baribir kamroq maosh evaziga deylik. Mavjud masalan Saudiyadan yoki Birlashgan Arab Mamlakatlaridan qanaqadir taklif bor, lekin qolmoqchi top 5 da. Qoldi, o'ynadi, Romada raqobatni ichida qaynadi va qaysidir ma'noda yengib ham chiqdi shu raqobatda. Va endi hozir 30 yoshda jahon chempionatiga chiqish orzusini uddaladi va undan keyin nima qaror qabul qilsa ham xuddi siz hali aytgan bosqichingizda unda ya'ni qancha karyerasi bor, o'lchashi kerak boshqa va har qanaqa qarorini o'zi o'sha paytda ham hurmat qilsa bo'lardi. Hozir shunchaki hali men olqishlab qabul qilaman-da, chunki u berdi-da. O'zbekiston bundan buyog'iga kim top 5 ga o'tsa ham u top Eldordan keyin Zeytullayev keysi bor. Zeytullayev sal boshqacharoq bo'lganda. Eldorniki bilan solishtirib bo'lmaydi. Kelajagi borasida alohida variantlar aytmadimi? Yo'q, nomlar bilan aytmadi, lekin ko'rib chiqish endi u vaqtda hali chempionat davom etayotgandi. Hozir mana tugagandan keyin balki Roma klubi bilan ular o'tirib gaplashgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men qo'rqaman bir narsani aytib qo'yishga, lekin o'sha Milan bilan o'sha 37-turdan oldin gaplashganimizda qanaqadir kelajagini o'zgartirish haqida tanlovlar bo'lsa, ularni o'rganib chiqadi-da endi Eldor. O'rganib chiqadi. Oldimizda mana klublar o'rtasida jahon chempionati bor va bunda top jamoalardan tashqari yana ba'zi ikkinchi eshelondagi jamoalar ham qatnashadi. Bu umuman mana shu chempionat tashkil qilishi qanchalik to'g'ri bo'ldi? Bu qanchalik butun muxlislarni ko'nglini oladigan chempionat bo'la oladi deb o'ylaysizmi? Endi butun muxlislarni ko'nglini olish qiyin. Lekin baribir aksariyatga ma'qul bo'laveradi. Ya'ni umumiy ommaga. Kecha xabar chiqdi, Amerika Qo'shma Shtatlarida, o'zi Amerika Qo'shma Shtatlarida futbolni ommalashtirish juda nima deydi? Juda qiyin vazifa ekanligi ko'rinib qolyapti. Chunki men o'sha bolaligimda Los Angeles Galaxy'ni kuchayishi, o'sha yulduzdan borgandan keyin bir 5-10 yildan keyin
futbol ko'chsa kerak u tomonga deb ham o'ylab qolganman-da. Yo'q, unaqa bo'lgani yo'q. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida 10 yillik, 100 yillik davomida shakllangan boshqa nima sport madaniyati mavjudda. Ular beysbolni shunaqa ko'rish mumkin, basketbolni ko'rish mumkin, bor xokkeyni ham shunaqa nima deydi, ommaviy tarzda ko'rish mumkin. Lekin sokker, futbolni ular unaqa qabul qilish qiyin ekan. Ya'ni nimaga olib boryapman? O'sha chiptalar birinchi o'yinga qolib ketibdi-da, $20 4 ta chipta berib yuborishayotgan ekan ochilish o'yiniga, Inter Miami o'yiniga. Qaysidir bitta kollej bilan ham shartnoma imzolashgan ekan, shu to'ldirish maydonida. Talabalar olib kelishgan. Hozir Amerika o'lchov bo'lmay qoldi-yu. Shunaqa. Amerika tajribasi desa odam qo'rqadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun xullas, endi turnir o'ziga keladigan bo'lsak, bu toza tijoriy. FIFA bilan UEFAning raqobati borligi, parda ortida hatto bu raqobatdan keyingi darajaga chiqib bo'lganini hamma ko'rib turibdi. Ya'ni ular mavjud futbol bozori uchun kurash olib boryapti. UEFA Millatlar Ligasi degan rasmiy turnirni tashkil qildi, o'rtoqlik uchrashuvlarining o'rnini egalladi va u ham mana boshida qanaqa qabul qilingan bilamiz. Biz endi o'sha vaqtda Futbol TV telekanalida UzReportda translyatsiya qilardik. O'zimiz tushunmasdik, hali formatini tushunib olishimiz juda qiyin kechgan. Keyin tushunib olganimizdan keyin muxlislar nima keragi bor buni deb nima qilishni boshlagan. Lekin mana sekin-sekin yillar o'tishi bilan sal normallashdi munosabat. Ronaldo olyapti, Yamal bilan Mbappe to'qnash kelyapti, buni hisoblashyapti, hech kim aytmayaptiki nima musobaqa bu. Boshlanishiga qiyin kechadi. Hamma narsa o'zi birinchilarga oson bo'lmaydi. Birinchi yillar oson bo'lmaydi. Va klublar o'rtasida ham shunaqa toza tijoriy, endi Yevropa klublarining hisobiga FIFA pul ishlamoqchi. Bu FIFAning tashabbusi. Lekin futbolchilarning o'zidan so'rasangiz, murabbiylardan so'rasangiz, klublarda ishlaydigan, nima deydi, ular uchun juda noqulay. Oyoq bosishga joy qolmayapti taqvimda. Va shunga majbur qilyapti. Menimcha futbol o'zgarib ketsa kerak. O'tgan yil oxirida shu narsa keng muhokama qilingandi. Menimcha baribir shunga boriladi. Ekstra taymlar, qo'shimcha bo'limlar olib tashaladi futboldan. Faqat futbol, penalti 90 endi meni o'ylashimcha, agar bu ketish bo'ladigan bo'lsa, kuboklardagi ekstra taymlar olib tashlanadi. Yana qanaqadir nyuanslar kiritilishi mumkin. Chunki o'zgarmaydigan narsa yo'q. To'g'ri, futbolga tegishga qo'rqishadi, aytganimdek, futbol bu boshqa istalgan sport turi bilan solishtirib bo'lmaydi. Lekin hatto tennis ham o'zgardi-da. O'sha nimani hisoblash. Shu ma'noda ko'ramiz nima bo'ladi, ammo meni shaxsiy fikrim bu toza tijoriy, muxlislarning baribir ko'pchiligiga yoqadigan musobaqa bo'ladi oxir-oqibat. Lekin futbolchilarni o'ziga qo'shimcha yuklama. Bu juda og'ir. Bu musobaqani biz uchun qiziq tarafi, bunda Manchester City va Husanov o'ynaydi. Gvardiola intervyularidan bittasida menga buncha futbolchi kerak emas, men ularni tushirishga o'zim zaxirada qolib ketganiga o'zim xijolat bo'lyapman degandek qilgandi, lekin yana himoyachi sotib oldi. Va bu balkim Gvardiolaning, balkim klubning o'zining shaxsiy tashabbusi bo'lishi mumkin. Bu mana shu chempionatda Husanov o'ynaydimi yo yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? Bu chempionatda ko'rib olish kerak. Gvardiola bu chempionat o'sha murabbiylar uchun bitta tasalli berishi mumkin. O'rtoqlik uchrashuvlari bo'ladi-ku o'rtada. O'sha o'rtoqlik uchrashuvlariga nisbatan mavsumga endi tayyorgarlik ham deb bo'lmaydi, chunki tayyorgarlik uchun dam olish ham kerak, dam o'rniga chiqib. Mayli. Xullas endi murabbiylar baribir majburan shunaqa tayyorgarlik o'rnida qabul qiladi va ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Gvardiola hech bo'lmasa Abduqodirni yana bir marta sinab ko'rish kerak deb o'ylayman-da. Lekin o'zi aslida bu narsa aniq. Biz bir narsani to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Abduqodir Husanov Manchester City uchun uzoq yillik reja sifatida olib kelindi. Masalan, Abduqodirni olib turib, uni ijaraga berib yuborsa ham biz uchun og'riqli bo'ladi. Chunki biz o'rganib qoldik uni Realga qarshi o'ynashini. Lekin agar shuni o'zbekistonlik futbolchi emasda, deylik, nima desam ekan, qatli xorvatiyalik futbolchi bo'lsa, shu bilinmasdan o'tib ketardi. Tabiiy qabul qilinadi. Yoshiga nisbatan. Mana hozir bitta futbolchini olibdi, Gironaga ijaraga berib yuborar ekan. U endi 18-19 yosh ekan. Abduqodir bilan ham shunaqa. Abduqodir olib turib, Abduqodirni bizning futbolchimiz bu, lekin hozircha bizni o'sha asosiy tarkibda o'rni qiyin. Hozir borib tur, masalan, deylik, Newcastle ga borib 1 yil ijarada o'ynasin. Bizga og'riqli bo'tadi, lekin shu xorvatiyalik bo'lganda to'g'ri qaror deb yetardi-da.
O'zbekistonlik bo'lgani uchun noto'g'ri o'ynatish kerak, boshqa deyapmiz. Endi u o'zbekistonlik bo'lgani uchun ham Pep uni o'ynatishga majbur emasda. Lekin u qanaqa vaqtda keldi? Qishda keldi, himoya jarohatlar fonida, pasayishlar fonida keldi va o'zini ham o'yini yaxshi bo'lgani uchun kirdi tarkibga. Keyin qaytdi himoyachilar va o'sha eng muhimi qanot himoyasini o'rni yechildi, chunki o'zi aslida markaziy himoyachi qanotda o'ynayotganda Yoshko Gvardiol. Va Yoshko Gvardiol o'zini pozitsiyasiga qaytdi. Gvardiol Abduqodir Husanovdan 1 yosh katta. 2003-yil u bola. Lekin allaqachon shakllanib ulgurdi, top himoyachi bo'ldi. Abduqodirga ham uni yo'lini tilaymanda. Diash keskin pasayishda. Va u qanchalik yetakchi bo'lmasin, qanchalik Manchester City'ning himoyasida umuman jamoadagi muhim futbolchi bo'lsa, unda pasayish bo'ladi va baribir u mana shu mavsum keyingi mavsumda raqobatda keskin imkoniyatlarini yo'qotadi. Shuning uchun Abduqodir Husanovga imkoniyat bor deb o'ylayman. Men tarkibga kirish uchun bu chempionatda ham unga imkoniyat berilsa kerak. Chempionlar Ligasi haqida ozgina gaplashsak, siz PSG va Interni finalga chiqishini kutganmidingiz? PSJni Interni yo'q. Endi avvaldan yilni boshida shu final uchun bir necha jamoalar aytilsa, menda 2-3 yildan beri PSG bor. Enrike kelgandan beri PSG bor. Chunki chiqadi emas, chiqishi mumkin bo'lgan. Masalan, 6 ta jamoa, 5 ta jamoa ichida PSJni aytganman, ya'ni shuni chiqadi demaganman. Chunki Enrikening o'yini, tizim va men uni hatto bugungi kunda Gvardioladan yaxshiroq deb hisoblayman-da. Mana shu kecha kunduzda buni endi fakt o'laroq ham isbotladi-yu. Ya'ni ular bir xil maktab, bir xil yo'nalish vakillari bo'ladigan bo'lsa, Enrike keyingi qadamlarni tashlay oldi, ko'proq vertikallashtira oldi deb o'ylayman. Gvardiola Bavariyadan kelgan, Manchester Cityga kelganda juda qiynalgan boshida, o'zini futbolchilarini topib olguncha, mana Chempionlar Ligasini yutguncha qancha vaqt kechdi, o'zining prinsiplaridan kechdi. Enrikeda shu narsa tezroq yuz berdi deb o'ylayman. Va PSJni kutgandim. Interni nimaga kutmagandim? Ya'ni Inter yo'q edi, chunki boshqa jamoalar birinchi navbatda kelardi xayolga. Real bor edi, Barselona bor edi, Manchester City bor edi, biz bilmasdik mavsum avvalda. Bavariyani hatto men yaxshiroq deb bilganman Interni. Lekin Inter shu jamoalarni yutib chiqdi, Bavariyani ham, Barselonani ham yutib chiqdi. Va qanaqadir tasodifiy deb o'ylamayman. O'sha 3-3 ko'pchilik final deb qabul qildi. Men ham shunaqa deb qabul qildim. Final endi bir tomonlama bo'lib qoldi-yu. Barselona bilan Inter o'yini bu 10 yilliklar eslanadi. Inter ham xuddi buni final deb o'yladi shekilli. Borini tashlab yubordi. Endi majbur bo'ldi. Bu chempionatni Italiya chempionligini qurbon qilgandek bo'ldi-da. Hamma narsani qurbon qilib, Chempionlar Ligasi uchun harakat qilgandek bo'ldi. Afsuski, finalda Inter o'ynamadi-da. Boshqa jamoa tushgandek bo'ldi. Xuddi baribir Barselonaga qarshi o'yin juda qiyin bo'ldi. U ekstra taymlar, borini berish oxirida taqdirda yonib ketasiz-da. Menimcha o'sha paytda o'zi bilmasdan yonib ketdi. Shunaqa. Va finalda o'zini yo'qotdi. Ko'p ehtimol shunaqa bo'ldi. Ko'pchilik futbolchilar bilan final ortda qoldi degan taassurot bilan o'ynadi. Endi xohlamasa o'zini bu final PSG biz Chempionlar Ligasi finalda o'ynayapmiz deb oxirigacha sozlay olmaganda. Undan boshqa izoh yo'q-da, unaqa yirik hisobga. Endi 2-0, 3-0 ham qabul qilsa bo'ladi. Endi u yog'i Inter umuman yo'q bo'lib qoldi maydonda. Lekin PSJni harakatini bu inkor qilmaydi. PSG rostdan ham kuchli edi. Juda kuchli o'ynadi. Masalan, Barselona bo'lsa ham yutishi mumkin edi. 2025-yil butun bir futbol nimasi, taqdir hammaga xuddiki bir yaxshi narsalar bergandek bo'ldi. Keyin Keyn oldi. Mana Son Tottenham bilan mukofotga ega chiqdi va mana baribir PSG necha yildan beri harakat qilayotgandi va oxir oqibat Chempionlar Ligasini oldi. Endi suhbatimizni sharh bo'yicha qaytsak, mana sizni sharhga kirib kelishingiz bir qaysidir bir ko'rsatuv bilan bog'liq edi, esimda yo'q, sport kanali. Facebook degan ko'rsatuv. O'shanda bilmadim, bu ayni sharhlovchilar kerakligi uchunmi yoki sharhlovchilarga shunchaki motivatsiya berish uchun tashkil qilingan ko'rsatuv edi. Bu menimcha 2018-yil, 10-yillar shekilli. 2015-yil. O'sha ko'rsatuvda siz g'olib bo'lmagansiz. U havaskor sport sohasiga qiziquvchi jurnalist uchun deb umumlashtirish to'g'ri bo'ladi, chunki uni ichida 3 ta yo'nalish bor edi. Boshlovchilik, shu sport axborot dasturini olib borish uchun boshlovchilar, sharhlovchilar va muxbirlar saralangandi. 3 yo'nalish bor edi. O'sha kelgan odamdan o'sha siz qaysi yo'nalishdagi harakat qilib ko'rmoqchisiz deb
nima yozib olishardi, matn olishardi. Ariza deydim, shunaqa olishardi. Men bitta sharhlovchilikni berganman. Kimdir sharhlovchilik qo'shib, nima deydi, boshlovchilikka harakat qilib ko'rmoqchi bo'lgan. Shunaqa tanlov bo'lgan. Ochiq, reality show. O'sha vaqt uchun juda zo'r loyiha bo'lgan. 15-yil uchun men juda muvaffaqiyatli loyiha deb hisoblayman. Men finalga chiqqanman, lekin finalda ishtirok etmaganman. Chunki men o'sha vaqtda katta ishlab chiqarish korxonalaridan birida ishlardim-da, Artelda ishlardim. Va u yoqda endi tartib juda jiddiy. Shu men endi o'zi 3 marta javob olganman bir oy ichida, 3 marta ko'rsatuvga borish uchun. 4-javob olishim deyishardi. Menga endi yonimizda o'sha bizni katta sheriklarimiz. Bo'ldi 4-sini ishdan bo'shashga yozaversa ham bo'ladi deyishganda, chunki bir oyda 3 marta ruxsat olish mumkin. Keyin men endi anaqa kadrlar bo'limi boshlig'ini yoniga kirganman. Ismi adashmasam Danil edi. Rus kishi edi, o'zbekcha zo'r gapirardi. Shuni oldiga kirib, vaziyat tushuntirganman. Shunaqa meni orzuyim bor. Lekin men ishimni ham yo'qotib qo'ymoqchi emasman, nima deydi? Agar ya'ni u bo'lmasa deganman, ishni yo'qotib qo'yishim, masalan, oilam deylarga nima deydi, yoqimsiz, o'zim uchun ham yoqimsiz. Shuning uchun agar yo'q demasangiz, bugun ham borib kelishim kerak. Deganman, u yarim finalga bo'lgan menimcha adashmasam. Yarim finalga bo'lib, borib kelib, keyin finalga chiqqanman. Lekin finalda yana bir marta 3 kun yurishim kerak bo'lganda. Ya'ni 3 kun yurishingiz kerak bo'lgan, sizga kamera beramiz, siz lavha tayyorlaysiz, xullas shu yerda vaqtingiz o'tadi degan. O'sha ko'rsatuvni mutasaddilari keyin aytganman, men bir marta bunaqa shansimni ishlatdim, yana hozir borib bunaqa deyishim har tomonlama noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun hozir menga mana keldim-ku men oldingizga. Hozir kamera bering, men sizga hozir lavha qilib beraman-da, o'sha nima bilan. Biror hodisa haqida. Va keyin siz finalda qo'yib beraverasiz shu lavhani deganman. Yo'q, menga berishmagan bunaqa imkoniyat. Keyin shundan qaytganman. Lekin baxtim, omadim o'sha avvalgi bosqichlarda hakamlar qatorida Davron aka bo'lgan. Davron aka bo'lgan, men bilan savol javob qilgan. Va o'sha bitta o'sha burilish dialog shu bo'lganki, hammadan o'sha kelgan odamdan hozir sharhxonasiga kirsangiz sharhlay olasizmi? Sizga bitta sharh topshirsak deganda hamma ha degan. Ha, sharhlayman degan. O'zi hozir ham shunaqa munosabat bor-da. Bu tabiiy munosabat bir tomondan qarasa. Qanaqa munosabat? Men sharhlovchidan men yaxshi sharhlayman degan munosabat bor. Endi nima deyapti bu degan munosabat bor-da. Bu tabiiy, men tushunaman. Odam o'sha boya aytganda, men urardim deydi, men qaytarardim deydi, nima deydi, men boplardim deb o'tiradi. Lekin bu emotsiya, bu hissiyot. Hissiyotda nimalar deb demaydi inson. Lekin sal so'vigandan keyin ichkaridan endi to'g'ri bu deyish kerak-da odam. Mendan so'raganda aytganman, yo'q, men sharhlolmayman deganman. Qanaqasi sharhlayman deganman. Men sharhxonasi qanaqa bo'lishini bilmayman, mikrofoni qanaqa bo'lishini bilmayman. Men aytganmanki, men chunki Davron akam bilardim, u Futbol Plusda, Davr informatsion dasturida u muxbir bo'lib faoliyatini boshlagan, keyin sekin sharh qilgan. Men aytganman, men sizni bilaman, shunaqa boshlagansiz, men ham shunaqa boshlashim kerak deganman. Keyin shuni endi Davron aka nima qilgan ekan, e'tiborga olgan ekan, o'zi uchun belgilab qo'ygan, keyin UzReportga o'tgan, UzReportga muxbir kerak bo'lgan va shunda men chaqirgan shunaqa boshlangan. Hozir mana sharhga kirib kelishingizga mana 10 yil bo'libdi. Sharhi o'ziga 10 yil emas. Chunki sharh 18da boshlanganda. Sohaga deylik. Sohaga. Hozir sharhlovchi bo'lish osonmi sizningcha oldingiga qaraganda? Chunki avvalda faqat bitta kanal bor edi va bu kanalda translyatsiyalar soni juda cheklangan edi. Va bu borada sizda ya'ni kirib ketishingizga o'sha odamlardan bittasi bo'lishingiz qiyin bo'lgan. Hozir telekanallar ko'paygan, translyatsiyalar ko'paygan va U17, U19 hozir osonmi sharhlovchi bo'lish yoki o'sha paytda osonroq bo'lgan deb o'ylaysizmi? Bilmadim, hozir ham son nuqtai nazardan musobaqalar ko'paydi, rostdan ham oldin men ko'p aytardim, doim katta turnirlar, katta translyatsiyalar bitta kanalda bo'lardi. Yo bir vaqtlar Sport telekanalida, Milliy telekompaniyada, MTRKda bo'lgan bo'lsa, keyin UzReport futbolda bo'ldi bir muddat, keyin yana sportga qaytdi. Hozir mana shunaqa holatki, Zo'r TVda bor, Sport telekanalida bor, futbol telekanali ochildi, futbol kanali bor va yana bozorda internet nimalari bor, platformalari bor. Rasmiy platformalar. Men norasmiylarni ham bor, ularni nazarda tutmayman, norasmiylarni hammamiz bilamiz, Telegram translyatsiyalar voqelikka aylanib bo'lgan. Ularni aytmayman. Ulardan tashqari rasmiy huquq bilan, masalan, Click TV yo'lga qo'ydi, masalan, Setanta bozordagi eng haligi katta o'yinchilardan bittasi va juda ham nima deydi, kitobida yozilgandek ish tutayotgan, ya'ni ish ko'rayotgan platformalardan bittasi. Ya'ni ko'p rostdan ham. Ammo bu osonlashtirdimi, qiyinlashtirdimi, men bir narsa deya olmayman.
Chunki sharhlovchi deb kimni tushunishimizga bog'liqda. Masalan, hozir istalgan odam o'zi futbolni sharhlashi mumkin. Boya aytganimdek, signal masalasi unaqa qiyin emas. Telegramda kanal ochib qo'yib sharhlayapti. Agar shu ma'noda aytadigan bo'lsak, juda oson. Telekanalda bir odam muxlislar sizni sharhlovchi sifatida qabul qilishi doim qiyin bo'lgan. Do'rin aka mashhur gapni aytaman. Bir odamni ovozini qabul qilish uchun 5 yil kerak baribir. Va o'sha 5 yil ichida tabiiyki faqatgina 5 yil fizik taqvim nuqtai nazaridan 5 yil o'tib qolish kerak emas. Shu 5 yil ichida u odam qaysidir sharhlarda o'zini ko'rsatishi kerak, qanaqadir yodda qolishi kerak muxlislarni. 5 yil oyma-oy, yilma-yil, haftama-hafta qaysidir o'yinlarda bitta qilib yig'ib boradi va qaysidir bitta katta o'yindan keyin u ertasi kuni sharhlovchi bo'lib odamlar qabul qilishni boshlaydi. Lekin u o'sha 5 yilni birinchi yilidan, birinchi kundan boshlab sharhlovchi bo'lgan. Sharhda baribir gol bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. O'shanda emotsiyalar tabiiy chiqadimi yo ba'zida endi u narsani sahnalashtirish qiyin. U narsa sahnalashtirilsa, rol o'ynalsa bilinadi. Falsh bilinadi. Chunki biz aktyor emasmiz-ku. Masalan, men aktyor bo'lsam ekan, bu narsani zo'r o'ynab bersam, chiqarib bersam, deb bilinmasdan ketsa. Agar yolg'ondan emotsiya bersangiz bilinadi, hammaga bilinadi. Shu masala, juda ko'p masala shu. Kimdir qabul qila olmasligi o'sha falsh tuyulishi bo'ladi. Yoki qanaqadir maromiga yetkazmayotgani bo'ladi. Va 99.9 holatda tabiiy chiqadi hissiyotlar. Birinchi milliy jamoa sharhini eslay olasizmi sizga berilgan? Adashmasam, ikkinchi saralash bosqichidagi, chunki milliy jamoa o'yinlarini men milliy tilida MTRKga o'tgandan keyin sharhlash boshlaganman. 2022-yilda Namanganda o'yin o'tkazilgan. Milliy jamoa bilan hozir yanglishishdan qo'rqaman. Shu mana bu Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida yosh Tailand edi, yosh Shri Lankami, shunaqa mamlakat edi. Shunda shu o'yinni sharhlaganman, adashmasam. Birinchi sharh. Endi hayajon bo'lgan. Bir o'zingiz bo'lgansizmi? Bir o'zim bo'lganman. Endi bir o'zim bo'lgan. Endi hozir bir qarash kerak, 2022-yilda bo'lgan. Va mana shunaqa mavqedagi o'yin bo'lganda. Xuddi futbolchilarga bo'ladigan tanqidlar sharhlovchilarga ham bo'ladi va ko'pincha klub yutqizib qo'ysa yoki hattoki milliy jamoa yutqizib qo'ysa ham qanaqadir ba'zida sharhlovchilarni aynan bir vaziyatga noto'g'ri bir emotsiya berganidami ayblashadi. Siz o'sha tanqidlarga qanaqa qaraysiz? Masalan, sizga ham bo'lganmi shunaqa tanqidlar? Juda ko'p bo'lgan. Bo'ladi. Men ham o'sha faoliyatimizning bir qismi sifatida qabul qilaman buni. Aynan tanqid tushunchasi ham qiziq, nima deydi, xillari ham ko'p. Haqorat hech qachon tanqid emas. Shunga kelishib olishimiz kerak-da. Haqorat tanqid emas. Tanqid qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik chunki shunaqa deydi-da, deydi, falon bunaqa deb so'kib yuboradi-da, keyin kimdir reaksiya bersa, men reaksiya bermayman, odatda uzr so'rabman. Uzr deb qo'yaman, Twitterda ham bilasiz, uzr deb qo'yaman bo'ldi. Kimdir reaksiya bersa, tanqid ko'tara olmayapsanmi deydi. U tanqid emas-ku, uni ko'tarsa kim o'sha odam. U tanqid emas-ku masalan. U haqoratingni kimdir ko'taradi, kimdir ko'tarmaydi. Endi men odatda reaksiya bermayman. Ba'zi tanqidlarni xuddi siz reaksiyangiz kutib berishganga o'xshaydi-da. Endi shunaqada. Lekin o'zi aslida juda ko'p holatlar bo'lgan, juda zo'r, nima deydi, futbolni o'ta yaxshi tushunadigan muxlislar, insonlar ham bor, ham bu izohlarda, ham hayotda ham yozishmalarda uchraydi va ularni doim eshitish kerak. Ular o'zi fikr bildirayotganda ham bilinadi saviyasi, yozishda ham bilinadi, o'sha yozayotgan fikrda ham bilinadi va sizni o'zingizni ichingizdan o'tayotgan bo'lsa odamda o'zida, masalan, menda shunaqa. Men 90 daqiqa quloqchinni qo'yasiz-ku, shunga maza qilgan o'yinlarim kam bo'lgan o'zimning sharhimdan. O'zingiz tanqid qilib, albatta men shunaqa o'yinlar bo'lgan, rasvo bo'ldi deyman. Shuni futbolchi xato qilib qo'ygandan keyin 5 daqiqa, 10 daqiqa og'ir o'tadi-yu. Endi futbolchidan o'zidan so'rasangiz bo'ladi. Bitta xato qilgandan keyin o'ziga kelish qiyin. O'zi istalgan hayotda ham qanaqadir xato qilib qo'ysangiz, kamida 1 soat, 2 soat yoki 1 kun, 2 kun o'shaning ta'sirida yurasiz. Siz jonli efirda xato qilganingizdan keyin siz darhol chiqib ketishingiz kerak o'sha vaziyatdan. Chunki yana jonli efir davom etadi. Agar qaysidir xatoyingizdan keyin hayotdagi boshqa jonli efirdan tashqaridagi xatoyingizdan keyin uni to'g'irlash mumkin bo'lsa, unga siqilib o'tirish mumkin bo'lsa, jonli efirda siz o'sha payt majbursiz. Lekin baribir insonsiz, qanaqadir xato ketiga xato ulanib qolmasligi uchun o'zingizga kelishingiz kerak va
Xullas aytmoqchi bo'lganim, muxlislar shuni sinchkovlik bilan kuzatgan muxlislar bor, yozishadi. Bularni kuzatib boramanman. Alohida masalan o'sha Twitter ko'p eslaymiz. Juda ko'p Twitterdagi men o'zim kuzatadigan, fikr almashadigan insonlarni ko'pchiligi bilan men sharhimni tanqid qilib boshlangan. Lekin u tanqid bo'lgan. Ya'ni yozishgan, men yozganman, qabul qilganman yoki noto'g'ri bo'lsa bahslashganman, qabul qilganmiz, haligacha shunaqa davom etib keladi. Haqorat u boshqa narsa. Ya'ni hozir xudoga shukr unaqa kam, lekin bor. O'zi aytganingizdek, sharh jarayonida masalan biz yoshligimizda ham qiziqish bo'lgan. Bizda yozib olish iloji yo'q edi. Qaysidir futbol uchrashuvi boshlansa, ovozni o'chirib qo'yib, bu yoqda diktafonni yoqib 2 minut, 3 minut sharhlashga harakat qilib ko'rganmiz, lekin o'zimiz keyin uni qayta eshitib, naqadar qiyinligini bilganmiz-da. Bitta so'zni 2-3 marta takrorlaganmiz. Men bitta voqeani aytib beray-da shunga. Bitta sharhlovchilarni o'zi bu narsa noto'g'ri formula, ya'ni o'zing qilib ko'r, shunda qiyinligini bilasan deydi-yu, bu noto'g'ri. Mana boshdan aytaman, unaqa emas. Ya'ni o'zing futbol o'ynashni bilmaysan, nima futbolchilarga aql o'rgatasan deb bo'lmaydi. Masalan, chunki unaqa deb bo'lsa biz ishsiz qolib ketamiz. To'g'rimi, jurnalist? Shuning uchun sharhlovchini ham o'zi sharhlay olmaydi-ku deb chiqib keta olmaydi vaziyatdan. Lekin o'sha fikr bildirayotganda siz aytgandek hisobga olish kerakligini tushunish uchun ham siz aytgan jarayondan bosib o'tish kerak. Men bitta insonni bilaman, o'zi keskin tanqidchi, o'zbek sharhlovchiligini keskin tanqidchisi. Men u insonni nima deydi, hurmat ham qilaman. Kimligini men sharhdan o'zi kichkina narsa aytmoqchi bo'lganim, o'sha insonni men sharhini ham eshitganman. Va o'zi ham biladi nimaligini. Misol uchun. Lekin shu bilsa ham tanqidmasda u narsalar. O'sha haqorat chegarasida ko'pincha kuzatadi. Mayli endi odamning o'zini tanlovi boshqa. Lekin boya aytganimdek, to'g'ri yondoshilsa, masalan, unda xato qilyapsiz desa, hamma eshitishi mumkin, faqat to'g'ri nima qilish kerak-da, nima deydi, yondashish kerak. Endi masalan, so'kib turib keyin ortidan mana yoqda xato qildi desa kim eshitadi? O'zi sharhlovchilar oldingi ikkita jamoa o'ynayotgan jamoalarni oldinga erishgan yutuqlari, statistikalari, har bir futbolchini erishgan yutuqlari, uni qayerda tug'ilgani, mana shu faoliyati davomida qaysi klublarda o'ynagani, nimalarga erishgani, hamma narsani bilish shartmi? Yo'q, shart emas. Uni imkonsiz ham. Imkonsiz. Sharhlovchida ba'zi bilimlar bo'lishi kerak. O'ynayotgan jamoalar haqida, maydonda harakat qilgan futbolchilar haqida ba'zi bilimlar degani o'sha deylik, o'sha kungi turnir jadvali, jamoaning tarixidan bir muncha, lekin barcha ma'lumotlarni bilish bu birinchidan imkonsiz. Shunaqa to'g'ri, shunaqa statist hamkasblarimiz ham bor. Masalan, Dilshodbek To'xtabekov juda ham mana shunaqa raqamlarga, tarixlarga usta sharhlovchi hisoblanadi. Lekin hammada ham unaqa emas. Men ochiq aytaman, ko'p muxlislarga aytganman, ko'chada ko'rishib qolganimni aytganman. Siz mendan yaxshiroq bilasiz deyman. O'sha palon jamoa tarixini deylik, masalan, Manchester Cityni, Real Madridni, Barselonani. Siz mendan yaxshiroq bilasiz deyman. Bu boshqa skill-da. Ya'ni sharhlovchilik bu boshqa. Ya'ni u statistika boshqa anaqa bilish. Buni ham bilish kerak. Biri ikkinchisini inkor qilmaydi, ammo bu nima desam ekan, boshqa fazilatlar jamlanmas. Sharhlovchining vazifasi. Mana O'zbekistonda sharhlovchi sharhdan tashqari analitika aylanib ketganda, ya'ni men bilmayman yoki juda kam sonli analitiklarimiz bor va shularni o'rnini to'ldirish uchun bizda hozir sharhlovchilar analitik bo'lgan. Siz o'zingizni sharhlovchi analitik bilasizmi yoki umuman O'zbekistonda futbol analitikasi qay darajada? Kim bor analitik sifatida deb o'ylaysiz? Tahlil. Tahlil ham ikki xil bor. Ilmiy tahlil bor va ommaviy tahlil bor. Ommaviy tahlilda bizda ilmiy tahlilda ham kam, o'zi deyarli yo'q deb men bilmayman. Buni biz bir suhbatda ham aytgandik. O'zbekiston terma jamoasining har bir o'yinini, qanaqa o'yin bo'lishidan qat'iy nazar, analiz qiladigan ilmiy, ya'ni futbol murabbiyi uchun, tomoshabin uchun emas, chunki biz baribir qancha o'zimiz qanaqadir bilimga ega bo'lmaylik, bu bilim tugal bilim emas futbolda. U murabbiy albatta uni mensimaslikka, nima deyapti deyishga haqqi bor, istalgan murabbiy.
o'shanaqa ilmiy tahlilni deyarli yo'q, men ko'rmaganman. Buni endi kimlar qilishi kerak? O'sha jismoniy tarbiya institutidagi qanaqadir fakultet futbolga ixtisoslashgan. Balki qilar, balki men bilmasman, bilmayman, aybimdir. Shu ommaviy e'lon qilinmaydi uni. Ikkinchisi o'sha saytlar uchun, nashrlar uchun deylik, yoki o'sha nima deydi, tahlil ma'nosida jurnalistlar yozadigan tahlil. Bunaqa ham bor, juda kam. O'sha endi hozir darhol yodga keladigan Qahramon aka Aslanov, ba'zida o'zim yozgan vaqtlarim bo'lgan. Qayerlar aka yozib turadi. Rostdan ham shunaqa sharhlovchilar to'ldiradi. Lekin men buni o'rtasini ajratishni juda xohlayman. Ya'ni sharh vaqtida umuman tahlil ketishi mumkin emas degan qonun qoida yo'q. Lekin tahlilning ichiga kirib ketish ham noto'g'ri-da. Ya'ni bu bunaqa bo'ldi, mana nima uchun bunaqa bo'ldi degan o'rni kelganda foydalanib ketsa bo'ladi. Ammo sharh bo'lib qolishi kerak-da. U unaqa ya'ni bu janr bo'lsa, bitta janr bo'lsa, tahliliy janr boshqa janr. Sharhdan tashqari mana shunaqa suhbatlarda, podkastlarda yoki deylik, alohida ko'rsat o'qisa bo'ladi, chizmalari bilan, videolari bilan. O'sha o'rtasini ajratish kerak. Lekin O'zbekistonda ko'p emas. O'zi bozorimiz ko'p emas-da. Mana endi sekin-sekin balki bu narsa rivojlanar. Chunki siz aytayotgan mamlakatlarda o'sha yozayotgan maqolasi uchun, tahlili uchun, ekspertlik fikri uchun topadigan mablag'i bu ishni mukammallashtirish, ya'ni muntazam davom ettirishga imkon beradi. Ya'ni bu kasb. Bizda unaqa emas hozircha. Bizda o'sha men aytganimdek, nima deydi, qo'shimcha sifatida, rivojlantirish sifatida qilinadi. Haligi nima tijoriylashmagan hali oxirroq. Bu tiyoriylashishi kerak hamma narsa. Mana shu tijoriylashish masalasida O'zbekistonda kam sonli sharhlovchilar deylik o'zini o'zi moliyaviy o'ziga to'q deylik. Umuman endi kirib keladigan sharhlovchilar necha yil davomidadir o'zini o'zi boqishi yoki mana shu kasbda qolishiga imkon beradimi sharhlovchilik sohasi? Endi qanaqa baholashga bog'liq. O'rtacha O'zbekiston o'lchamlaridan kelib chiqadigan bo'lsa, sharhlovchilar o'sha o'rtacha O'zbekiston o'lchamlarida, meni nazarimda, men yanglishayotgan bo'lsam, meni kechirsin hamkasblar, men butun mamlakat kesimida aytayapman, o'lchovlari bilan yomon emas. Tushunishimiz kerak-da, mamlakat nuqtai nazaridan maoshlarni bilamiz, his qilamiz, boshqa qilamiz. Lekin qilayotgan mehnati va uni ortidan kelayotgan munosabatni kelib chiqadigan bo'lsak, bu solishtirib bo'lmaydigan darajada farq bor. Ya'ni bir insondan shuncha narsa talab qilingandan keyin sizga uni maoshini aytsa, kimdir o'sha uchrashuv uchun ovoz chiqarib kulib yuborishingiz mumkin darajada bo'lgan demoqchiman. Qachonlardan sekin-sekin mana bu ham o'zgaryapti. O'zgarsin. Hali ham men hisoblaymanki baribir o'sha nuqtaga kelmadi. Bunda ham baribir sifatga bog'liq narsa. Ya'ni ish sifatiga qarab belgilanishi kerak. O'sha bozor shakllanadi. Hozir o'zingiz suhbatimiz avvalida aytdingiz, telekanallar kam edi deb sekin-sekin ko'payapti. Men bir nechtasini sanadim. O'sha ko'paygani sari sharhlovchi ham ko'payadi. Uni yaxshisi ham ajraladi. Va tabiiyki o'sha siz ko'targan masala, maoshlar masalasi, gonorar masalasi ham o'z o'rniga tushadi. Tushunarli. Men bu O'zbekiston birinchi o'rinda Qozog'iston sport jurnalistlari uchun, Qozog'iston ommasi uchun juda qiziq. Ayniqsa biz sport haqida xabarlar yoki maqolalar tayyorlaganimizda juda ko'p e'tibor beramiz. Masalan, deylik bizda 10 ta bokschi 9 ta qozog'istonlikni yengib, bittasi mag'lubiyatga uchrasa, o'shani yozib chiqishadi. Qozog'istonlik bokschi o'zbekistonlikni yengdi deb va xabarlarda juda ham ko'p shunaqa narsalar solishtirish bo'ladi. Va ayniqsa yaqinda O'zbekiston haqida Qozog'iston terma jamoasi murabbiysi gapirganda, bu UEFA emas, bu Osiyoda biz ham chiqa olardik degandek qildi. O'sha haqida fikr bilmoqchi emasman. Birinchi savol o'sha, biz UEFAda bo'lganimizda hozir qayerda, qaysi darajada bo'lardik? Va ikkinchisi, Qozog'iston terma jamoasi Osiyoda bo'lganda qanchalik darajada bo'lgan bo'lardi? Bu endi to'g'ri, bu faraz. Biz bilmaymiz. Faraz juda abstrakt narsa, qiyin narsa. Hozir har qanaqa tasavvur noto'g'ri bo'ladi-da. To'g'ri bo'lmaydi. Har qanaqa tasavvur. Masalan, men unaqa desam, bunaqa desam, uni iloji yo'q. Lekin baribir reaksiya sifatida men ham o'sha intervyuni ko'rdim, boshqa qildim va bunaqa solishtirmagan bo'lardim, ayniqsa bir jamoani murabbiyi sifatida. Masalan, muxlis sifatida, hatto jurnalist sifatida ham kimdir solishtirgan shu vaqtgacha solishtirish mumkin. Lekin murabbiy sifatida balki unaqa qilish kerak emas-da, endi balki uni o'zini qarashi.
Men unaqa deb o'ylamayman. Ya'ni Qozog'iston terma jamoasi mana oxirgi Yevropa chempionati saralashda juda yaxshi harakat qildi. Men doim muxlislik qildim, yozdik, juda xursand bo'ldik, bir baxiya qoldi. O'shanda ular chiqqanda men ham butun O'zbekiston xuddi Qozog'iston hozir qanaqa reaksiya bersa shunaqa xursand bo'lardi. Baribir zo'r bu. O'sha bitta-ikkita odamning reaksiyasini hisobga olmasa, xalq o'laroq o'zbek xalqi va qozoq xalqi bir-biriga yaqinligini, bir-birini qo'llashini ko'rinib turibdi-da. Ikkita uchta odamni qanaqadir o'zini o'lchamlari bilan gapirishi ko'p narsani hal qilmaydi. Men nazarimda agar Qozog'iston, masalan Avstraliya Osiyoga o'tdi. Nima bo'ldi? Futbol nima bo'lib ketdi? Nima deydi? O'sha kelib gegemonga aylanib ketdimi? Yo'q. Avstraliya qiyinlashib ketdi. Osiyolashdi deymiz biz sharhlarda, osiyolashib ketdi deymiz. Qozog'istonda ham shu narsa yuz berardi. Ular Yevropaga qarab, Yevropada UEFAning standartlariga qarab turib o'syapti. Bu boshqa umuman standartlar, boshqa sharoitlar, boshqa futbol madaniyati va biz hozir uni solishtira olmaymiz. Va O'zbekiston tabiiyki OFK, ya'ni o'sha Osiyo futbol konfederatsiyasi sharoitida arab mamlakatlari, Sharqiy Osiyo mamlakatlari vakillari bilan o'ynab saralashlarda bu tomonga qarab qilyapti. UEFAda o'ynash bu balandlikni darhol bildirmaydi. Osiyoda o'ynash bu sifat pastligini darhol bildirmaydi. Buni faqatgina o'sha bitta sharoitga tushib qolgandagina o'lchab ko'rish mumkin bo'lardi. Hozir uni o'lchab ko'rish mumkin emas. Lekin terma jamoa darajasidagi futbolchilarni o'ynayotgan klublari dan kelib chiqadigan bo'lsa, hammasi qog'ozda. Shuning uchun men ko'p nima qilmagan bo'lardim. To'g'ri, xuddiki bir o'zini natijalarini hasb ushlashga o'xshadi bir tarafdan. Murabbiy shunaqa tushunishim mumkin. Shuning uchun men murabbiyni eshitganimda sal g'ashim keldi, lekin men jiddiy qabul qilmadim, chunki men ko'rib turibman o'zimni qozoq qardoshim qanaqa qabul qilayotganini. Juda zo'r qabul qilyapti. Men ham chunki Yevropa chempionati ular shunaqa chiqsa, men shunaqa qabul qilardim. Bu futbol zo'r narsa. Futbol agar to'g'ri foydalanilsa juda ko'p yaxshiliklarga xizmat qilishi mumkin bo'lgan narsa. Haqiqatda mana shu birinchi Amirlik bilan o'yinimizda undan oldinroq umuman Qozog'iston mediasi O'zbekistonga to'liq nazorat qilib tomosha qilishdi. Ayniqsa Amirlik o'yinlarida qozog'istonlik blogerlar ishtirok etishdi. Toshkentga kelishdi ular, har xil bloglar tayyorlashdi. Ya'ni ularni biz bilan birga ekanligini biz his qildikda va bu narsa juda aytganingizdek bu faqat futbol yoki sport sohasida emas, bu butun ikkita katta bir davlatni bir-biriga jipslashishi, do'stona aloqalarni yaxshilashiga xizmat qilishi bu juda yaxshi narsa. O'zi bejiz emas, futbol diplomatiyasi degan tushuncha mavjud dunyoda. FIFA manaman degan bir-biriga teskari mamlakatlarni futbol orqali munosabatlarni o'rnatgan. Boshqa qo'shni mamlakatlar bir-biriga inoq shusiz ham nima deydi qardosh bo'lgan mamlakatlarni albatta bunaqa narsalar yaqinlashtiradi. Va bu zo'r. Meni xursand qiladi. Nima deydi? Faqat Qozog'iston terma jamoasiga ham omad jahon chempionati saralashida men o'zi bitta yaxshi bitta g'oya o'ylashayotgandi. Uni ham Qozog'istonni qo'shish rejasi bor edi adashmasam, o'sha liga Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida o'zaro bitta liga musobaqasi. Shunaqa musobaqalar bo'lsa zo'r bo'lar. Nafaqat futbol, balki barcha sport turlarida O'zbekiston bilan halol raqobat qilgani bu faqat plusga ishlaydi. Masalan, boksda ko'ryapmiz, hozirgi kunda butun Osiyoda emas, butun dunyoda qozoq va o'zbek boksi yetakchi o'rinlarni egallab turibdi. Demak, bu futbolda, boshqa sohada ham haqiqiy halol raqobat bo'lib, ikkita jamoa o'rtasida juda bir shiddatli bo'lsa, bu boshqacha bo'ladi balki. Keyin bilasizmi, mana bu eng ko'pchilik aytadi, mana eng muhim narsa deydi mamlakatda asosiy boyligi xalq deydi. Avval eski xalq degan bitta nima bo'lardi. Hozir esa inson kapitali deydi. O'zbek shaxmatchilarini, o'zbek futbolchilarini, o'zbek bokschilarini, o'zbek sportchilarini muvaffaqiyati negizida nima, ya'ni negizida emas, uni nima deb tushunsa bo'ladi. Bu nimani signali? Bu O'zbekiston istalgan sohada, o'zbeklar istalgan sohada rivojlanishi mumkinligini ko'rsatish. Biror bir soha yoki biz qila olmasak. Iqtisodda ham, diplomatiyada ham, ishlab chiqarishda ham, tadbirkorlikda ham, san'atda ham istalganida rivojlanishimiz mumkinligini
sport ramz sifatida ko'rsatib beradi va bu mubolag'a gap emas. Chunki faqat kuchga tayanilgan sport turlarida emas, boksda emas, jamoaviylikda mana uddalayapmiz. Shaxmatda aqlga tayangan uddalayapmiz. Nimaga endi yo'q? Bu o'sha qolgan sohalarga hamma futbolchi bo'lishi shart emas, hamma bokschi bo'lishi shart emas. Bu imkonsiz ham, hamma shaxmatchi bo'lishi shart emas. Lekin hamma o'zi qilayotgan ishda eng ustasi bo'lishi mumkin. Va u nima deydi, hech qanaqa to'siqqa ega emas, hech qanaqa kam joyi yo'q. Shuni ko'rsatib beradi. Shu sport shuni anglatib beradi. Shuni nima deydi, ochib beradi. Buni davlat nima qo'llab-quvvatlaydi? Juda ko'p sabablari bor qo'llab-quvvatlashini va birinchi narsa shu inson kapital, odamlar o'ziga o'zi ishonishi kerak. Va bu narsa oxir oqibat yuzaga keladi O'zbekistonda. Haqiqatda aytganingizdek, mana ko'p mutaxassislarning fikri bor, ayniqsa futbol sohasida. O'zi aslida shundoq ham biz pastda emasdik-da, Osiyoni kuchli 5-6 jamoasi edik va hozirgi kunda isbotladikki, demak jahon miqyosida ham biz chiqa olamiz. Va aytganingizdek, boshqa sohalarga, u ta'lim bo'lsin, u sog'liqni saqlash bo'lsin va har qanday sohada kimdir yorib chiqishiga bu qanaqadir bir yordam bersa, bu o'zini vazifasini bajargan bo'ladi. Shu bilan birga o'sha hamma jamiyatlarda bo'lgan singari o'z kamchilik, nuqson, qusurlarimiz bor va buni to'g'rilashimiz kerak. Eng muhimi shularni borligini bilgan holatda to'g'rilashimiz kerak. Qolgan narsa mana qilsa bo'ladigan narsalar. Nima endi qilib bo'lmaydigan ish o'zi, odam qilgan ish odam qiladi, bu uddalasa bo'ladi. Shuning uchun men nima deydi, futbolda shunaqa ramziylikni ko'raman. Ayniqsa jahon chempionatiga chiqqan kunlarimiz o'sha kuni qanaqa yashadik. Hozir sal efirimiz kamaygandek, lekin shu erish ham tuyuladi. Lekin o'sha vaqtlarda qilib bo'lmaydigan ish o'zi yo'q deb tuyuladi. Shunaqa kayfiyat beradi butun mamlakatga. Shunaqa. Rahmat sizga. Keldingiz, xursand bo'ldik va mana fikrlaringizni oldik. Nasib qilsa g'alabalar davomli bo'ladi. Biz Kapatsiyadan juda ko'p narsa kutamiz va mana shu Argentina bilan jamoa o'yin bor deb chiqishdi. Demak, biz Argentina, Braziliya kabi jamoalar bilan o'ynashga qodir bo'ldik va bu narsa xursand qiladi. Sizga rahmat fikrlaringiz uchun. Ham rahmat katta taklif uchun. Nasib qilsa biz yana g'alabalar bilan sizni kutib olamiz. Xudo xohlasa. Rahmat.